barcha bizni ko'rib turgan bog'bonlarga, vatandoshlarga alangali salom. Hurmatli o'rtoqlar, agrotexnikalar sirroshni boshlaymiz. Yana olma ko'rib qoldim, ustida olma turibdi ekan. Mana shu hozir oldinlari o'sha biz daraxtlarga biz ko'proq separ edik. Afsuski oldingi unaqa nimalar yo'q. Lekin xursand bo'ladigan tomoni o'zimizda mana O'zbekistonimizda yagona, O'rta Osiyoda yagona ifoda zavodimiz qurilgan. Mana shularning ifo bardosi bor. Ifo bordi 20 va R 20%lik. Bularda hozir juda momenti. Bularda foydasi shuki, o'sha hozirgi kunda daraxtlardagi o'sha mikroblar bo'lsa, yo bir zamburug'larni o'ltirib beradi va shu bilan hozirgi birinchi o'rindagi agrotexnikani bajarib beradi. Sababi hozir mana uyg'onishni boshladi, hamma yo'q. Bu sifatini mana hozir ko'rsataman, o'sha mayinligi, uni garantiyasi. O'sha setkadan o'tib ketyaptiki, eng zo'r texnologiyalarda bular tayyorlangan. Va bularda o'sha 1% degani 10 litr suvga 100 gram, 2% degani 10 litr suvga 200 gram. Qanday qilib o'lchashni ko'rsatdim. O'sha bitta katta qoshiqda 30 gram bo'lar ekan. Shunday qilib sepiladi, mana ko'rsataman. Va o'sha SmartFert, ya'ni aqlli o'g'itlarda o'sha 4-15, 20 enlarni ko'rsatamiz. Ularning nima foydalari? Yana bir maqtansa arzirlarsa hozirgacha ustida olma turibdi. Mana yeb ko'rsataman, ularda ham ko'radilar. Yana bir nima? Oldin azot berar edik, karbamid, ya'ni mochaviy namuna selitr berar edik, peridoza qilib, hosillarni zo'r bo'lsin deb. Lekin o'sha uzumlar ham chirib ketish bo'lar edi. Turgan joyda chirib ketardi. Mana hozirgacha uzumlar nimaga saqlanyapti? Olmalar nimaga ustida turibdi? Birinchidan mana bu ifo bardolar hozir mikrobni o'ltirib bergan, qolganiga SmartFertlar, peridoza yo'q. Tagiga xohlagan dozada tashab qo'yasiz. 1 qoshiqmi, 2 qoshiqmi yo 100 grammi, 50 gram tanasiga qarab solib qo'ysangiz, kerakligini oladi. Havo rosa isib ketganda yo bo'lmasam haligi to'yib qoladi odam, to'yganda ovqat yemaysiz-ku. Shunga o'xshab to'yganda o'sha SmartFertlar, o'g'itlar to'xtab turadi. Bil norma bitdimi, bildan keyin yana ishlayveradi. Shunaqa nimada ishlab chiqarilgan SmartFertlar. Aqlli o'g'it SmartFert degani, SmartFert ya'ni o'sha aqlli o'g'it degani mana 15 4-15 SM va 8-21 0 plus M E. Ana bularda ham xosiyatini ko'rsatdim. Mana endi bularda holati 15 qizil bo'ladi. Mana granula shaklida mana olib tashlaymiz va 21 dan mana olib bitta ko'pshik undan bir ko'pshik bundan mana tashaveramiz mana. Tegma-tengiga. Mana. Hozirgi kunda juda nimani mana endi katta daraxtlar bo'lsa, ikki tomoniga ham solaverasiz. Xohlasangiz to'rt tomoniga mana. Masalan, bu tomoniga mana. Ikki tomonidan bersak ham bo'laveradi. Bu. Bu ham bir hali savol tug'iladi. Ikki tomoniga solsa yana zo'r bo'ladi. Mana bularda ham o'sha bu tomoniga 50 gram, bu tomoniga 50 gram soldik. Zarari yo'q. Shu tomir u tomondan bu tomondan olaveradi. Yana bir nimasi, xohlasangiz shuni yana bo'lib, to'rt tomoniga solsangiz ham bo'laveradi. Hali katta daraxtlarda mana. Buni bir tomoniga soldik. Mana endi mana shu 30 gram bo'ladi mana. Ko'rindimi? 30 gram. 60 gram. 90 gram. Bir qoshiq 30 gram bo'ladi. 90 gram bo'ldi. 20 litr suvga qilamiz hozir. 90 gram bo'lsa 120 gram. 150 gram. 180 gram. 180 gram bo'ldimi endi? Endi mana ozgina plus ishlasa qilmaydi. Mana u bilan 210 gram. 2% bo'ldi mana. Endi yana bir zo'r narsani ko'rsataman. Shu parashoklik o'sha dorilarni sepganda mana shu
quysak tiqilib qoladi. Mana endi buni ko'rib turinglar buni. Hozir mana. Hozir mana to'ldirib, hozir nimani quydikmi mana? 200 gram. Endi ketishni qaranglar mana. Hozir yana yaqinroq olib kelaman. Sekin qo'yurgin. Mana shunda juda ko'pchilik biladi. Qani mana shunda eng zo'r sifati bilinadi. Shunda oxirida setkada qolish kerak. Ancha-munchasi. Bunda kam qoladi mana. Eng asosiy sifati o'sha eng kichkina setkadan o'sha o'tib ketyapti hisobda mana. Mana 10 litr suv quydik, yana bitta. Mana hozir ko'ramiz. 20 litr suv quydik-mi? Bu juda ham ko'p bir xil nimalar ishlatganmiz-da, ana shu yerda setkada tiqilib qoladi. Qoladi nima bo'lib. Mana buni umuman qo'lda ham tekkizmadik. Sekin quyursang o'zi aylantirib quyur. Ana. Ketdi mana. Sekin quyurchi. Mana bu yerda hech qancha nima qolmadi. Mana ozgina qolibdi. Ozgina suv quyib qo'yasa, unlaridan quysin. Buni oldingi nimalarda o'sha qizdirish kerak edi. Issiq suvga qilish kerak edi va issiq suvda eritib olish kerak edi mana. Bo'ldi. Ana. Yo'q, mana. Chep-chesdi mana. Shu bitta siri bo'ladi mana. Yo'q mana sizga top-toza. Juda ham buni hali kim hozir o'sha juda ko'p mana Yusufboy ko'rib turgan e'tibor tushungan bo'lsangiz Yusufboy nimani yozib oling mana. Bitta Rustamboy avtobuschi Rustamboy bor, professor. Medgarodok qaytada Medgarodok ipodromida yo bozormida nima Rustamboy mana Toshkentlik Rustamboy ham yaxshi tushunadi, professor bo'lib ketdi. Mana yo'q setgan bo'm-bo'sh, hech narsa qolmadi. Sababi mana shu bizning nimamiz sifati shundan ma'lum bo'ladi. Mana o'sha pudrali dorilar shunaqangi tegirmonda maydalanganki, mana. Yana buni aytsam, shu yaxshi yopishadi nimalarga, o'rnab qoladi tanaga. Mana Yevropada ko'rardik, o'zimni qo'lim. Semiranga buni qarang. Turibdi hozirgacha. Buzlagan ham yo'q. Ash hammasi agrotexnikaning foydasi. Mana shu saqlanish deyiladi mana. Chirimasdan mana hozirgacha turibdi mana. Shu salfetga o'rnar, hatto o'sha qurt tushgan joylari ham zakolobka bo'lgan mana. Dokumentalni mana. Yozda qurt tushgan, lekin o'sha obrobotka qilganmidi ifoda, preparatlar mana buzlatib qo'ygan. Tay. Mana qolganlarini qarang, bu mana bunda ham mana qurt tushgan, lekin zakolobka qilib qo'ygan mana. Saqlanish qarang buni chiroyliligini o'zimni ko'rib o'zim ham ishonmayapman. Mana bu hidini qarang endi buni. Chop sholti, ya'ni golden tilla rang mana. Mana ifoda bardo. Mana tepib chiqdik hamma yo'lda obrobotka qilib mana ifoda bardo. 20 va R. Buni nima foydasi bor ekan? Zamburug'li va bakterial kasalliklarga ishonchli himoya qiladi, ya'ni bakteriyalar. Ta'sir etish xususiyati. Preparat tarkibida mis elementi ekinlarga tavsiya etilgan me'yorda qo'llaniladi. Zamburug'li va bakterial kasalliklardan shunchalik himoya qiladi. Kech kuzda daraxt barglariga 67% to'kilganda bargi qo'llanilishi mevali daraxtlarning kasallik sporolaridan xoli holda qishlab ketishini ta'minlaydi. Ya'ni qishda o'sha kuzda sepilishni boshlagan. Kuzda ham ko'rsatganmiz. Kamiga hozir uyg'onguncha sepiladi. Erta bahorda kurtaklar uyg'onmasdan qo'llanishi mumkin. Qishloqdan talafasiz chiqqan zamburug' sporalarining qarshi samarali ta'sir. Mana qishda o'sha kuzda sepganmiz, yana shundan qolgan qutqaniga yana sepdik. O'sha 2 marta dovoyni abgon deydi, dovoyni udarmi saqlab qolar ekan. Mana hozirdan boshladik. Bularda ifo bardoni o'sha 200 lik qilinadi. 2 foizga 200 gram qo'shiladi.
Mana hurmatli o'rtoqlar, ozmi ko'pmi tushuncha berdik, tushuntira olgan bo'lsak, rahmat. E'tiborlar uchun endi ifodamizni o'sha telefon nomerlariga yana nimada ham yozib qo'yapman, ko'pchilik bilmaydi ekan. +99 8 78 147 05 00. O'zbekistonda hamma oblashlarimizda mutaxassislari bor. Mana eng asosiysi, nimaga o'sha chet eldan kelgan olmalar chirimaydi, mana yo'lini topdik.